Uzoq kelajakda qorong'u tunda vampirlar hukmronlik qilardi. Lekin ular kamayib borayotgan payt edi. Ularning boshiga qo'yilgan mukofotlar sabab bir guruh ovchilar qatlami paydo bo'ldi. Mukofot ovchilari. Boshqalardan farqli o'laroq bir ovchi yarim vampir, yarim odam edi. Urush bilan birga u hamida qo'rquv hissini uyg'otib, bir o'zi yolg'izlikda azob chekardi. Vampirlar ovchisi Di. U kelyapti. Yaratgan egam, o'zing bizga marhamat berguvchisan. O'zing biz uchun to'g'ri yo'lni ko'rsat. Qilgan xatolarimiz uchun o'zing bizni kechir. Seni kutayotgandik. Ismim Alan Elboran. Seni bu yerga men chaqirdim va bu yerga chaqirishimdan asosiy maqsad davom et, eshityapman. Gapni qisqa qilaman. Singlim to'g'risida gaplashmoqchiman. U 2 kecha oldin g'oyib bo'ldi. U o'z yotog'ida uxlayotgandi. Keyin yarim tunda ba'zi odamlar uyimiz oldida faytun ko'rishganini aytishdi. O'sha faytun esa oliy tabaqadagi vampirga tegishli ekan. 50 kishidan iborat qidiruv guruhini tuzdim, lekin bu ish bermadi. Biz tuzoqqa tushdik. Singlimni olib do'stlarimgacha o'ldirdi. Bu boshlanishga kichik to'lov. Qolganini singlimni topganingdan so'ng 10 million olasan. Tezroq harakat qilganing yaxshi. Sendan tashqari aka-uka Markuslarni ham yo'llaganman. Ular sendan udabron bo'lishlari mumkin. Unday deb o'ylamayman. Nima? Balki allaqachon kechdir. Seni singling zararlangan bo'lishi ham mumkin. Keyin nima qilasan? Undan oldin yetib borishing shart. Senga shuning uchun to'layapman. Bo'ldi, bas qil. O'g'lim bilmas ta'sirchan, uni beodobligini iltimos kechiring. Bu hammamiz uchun og'ir keldi. Nabiramni ko'rganingizda tushungan bo'lardingiz. U juda ham go'zal va beg'ubor edi. Uni yo'qotishni ko'tara olmayman. Imkoni bo'lsa uni qutqaring, bo'lmasa unga og'riqsiz o'lim hadya qiling. Iltimos uni qiynamang. Yo'q, unday emas, unday bo'la olmaydi. Charlotte o'zgarmaydi. O'ylab gapiryapsizmi? O'z qizingiz haqida gapiryapsiz. Alan, meni eshit. Buni so'rash menga oson bo'lgani yo'q, lekin buni qilish kerak. Meni kechir. Tushunasan degan umiddaman. Vaziyatingizni to'g'ri tushunaman, lekin 10 million dollar yetarli emas. Qanday jur'at qilding? To'xtanglar. Sizlarga o'q uzmang dedim. Narxini 2 barobar oshiraman. 20 million. Tirigini yoki o'ligini olib kelishing uchun. Boshqa chorasi yo'q.
Bu yerdan oldida 4 ta oti bo'lgan arava o'tganini ko'rdingmi? Qo'yib yubor. Yolg'on gapiryapsan. Isqirt yolg'onchi. Allanati, bizga mehmon keldi. O'ylaganimdan ko'proq ekan. Ehtiyot bo'l. Hammasi yaxshimi? Ha, xudoyim, u shu yerda ekanligiga ishonching komilmi? Allaqachon shu yerda bo'lish kerak. Qancha tez boshlasak, shuncha tez tugatamiz. Ana tusha qolinglar. Zombilar bilan kurashish vaqti keldi. Qani, bu yoqqa kelinglar, la'nati zombilar. Omadimizni bersin. Mayli, shu yerdamisan? Bu ko'p vaqtni olmaydi. Joyingda qol, Grol. Allanati, o'qilay olmayman. Shoshilma do'stim. Astalik bilan joningni olaman. Tegdi. Joyingda tinch yot. Eshityapsanmi? Otning ovoziga o'xshaydi. Menimcha tepalikka qarab ketyapti. Ana bir urinib ko'raychi. Yana biroz. Yana ozgina. Oz qoldi. Aynan hozir. Bu nima? Juda ham ajoyib. Tasonna qoyil qoldim. Aychi, bu yerda nima qilib yuribsan? Maqsadimiz bir bo'lsa, do'st bo'lishimiz kerak. Ismingni ayt. Meni ismim Borgov. Borgov Markusman. Demak, o'sha Danpiyel ekanda. Men u haqida eshitganman. U juda ham ajoyib. Uyg'on, Borgov. U bizni do'stimiz emas. Ketdik. Bu yerda biz uni manfaat uchun ishladik xolos. Ha, u haq. Men uni fikriga qo'shilaman. Biz unga yordam berdik va u hamma pulni oladi. Bizni o'rnimizda u bu yerda o'lib ketgan bo'lardi. Tinchlaning bolalar.
Biz mashhur Danpiyerga kichik iltifot ko'rsatdik xolos. Cho'ntagimiz ko'tarmaydigan iltifot. Moyo'g'li va Olmaxon haqida eshitganmisan? Olmaxon butun yozni qishga narsa g'amlash bilan o'tkazadi. Har xil yong'oq va urug'lar. U juda ham qattiq ishlaydi va keyin bir kuni birinchi qordan oldin u tashqariga chiqadi oxirgi marta atrofga qarash uchun. Moyo'g'li esa sho'ng'ib uni ushlaydi va olib ketadi. Oh, qanday achinarli. Oy, seningcha bu ozuqalarning taqdiri nima bo'ladi? Hammasini tushundim. Juda yaxshi hazil bo'ldi. Ha, juda ham kulgili. Tushundingizmi bolalar, o'sha ahmoq Olmaxon xuddi shunday. Nima? Leyla. Leyla, qayoqqa shoshilyapsan? Hoy, shoshma. Shunday qilib son jihatdan to'rtangiz birga bo'lib qolgansiz. U albatta biroz sizlardan oldinda, lekin quyosh chiqqanidan keyin issiqlik uni sekinlashtiradi. Ular senga birpasda yetib olishadi. Quyosh va issiqlik haqida ha deb gapiraverib, meni zaif tomonlarimni hamisha eslatishing shart emas. Bu issiqlik sindromi va oxirgi safar o'zimga e'tiborsizlik qildim. Tashvishlanma. Bema'ni gap sotishingni yoqtirmayman. Qani, bu izlarni bir tekshirib ko'raychi. Aniq ularni izlari. Taxminan bundan 6 soat oldin bu yerdan o'tishgan. Yana ozginadan keyin bo'g'ilib qolaman. Hoy, nimadir bo'ldimi? Bu kulgili. Nimanidir eshitgandek bo'ldim. Bu ehtimoli qom odamidir. Jim bo'l. Bu yana nima? Ruhoniy yoki kattalar haqida aytib ber. Ular shunchaki iflos hayvonlar. Xo'sh, menimcha biroz qaytganimiz ma'qul. Nima? Biz hoy, ortga qayt dedim senga. Hoy, birodar, aqldan ozganmisan, o'zingni bos. Kel, shunchaki ortga qaytaylik. Bolalar, hoy! Bo'ldi, bas qil, hammasi joyida. Yaxshi, biz undan omon qoldik, endi balki to'xtarmiz. Sen o'zi o'lim jonga tegadigan darajada yaqin degan iborani eshitganmisan? Buni aytish juda ham noqulay. Bu yana nima? Bu dam olish uchun uy. Bunaqa narsa boshqalarda borligiga ishonmasdim. Menimcha, u uyning ichkarisida bo'lsa kerak. Ehtiyot bo'l. Ularni ko'ryapman. Soni qancha? 2 ta. Erkak va ayol. Chiqish eshigiga e'tiborli bo'l. Hali eshik yo'q. Bu yerda ham yo'q. Bu yerda ham. Ha, bu yerda ham yo'q. Mana bu yerda ham yo'q. Eshik borligiga ishonching komilmi? Bu yerda ham yo'q eshik. Bu yana nima bo'ldi? U aqldan ozgan.
Men bu yosh ayol uchun keldim. Buni tavsiya qilmayman, Danpil. Kechasi vampirga qarshi kurashish. Bunga faqat ahmoq va tentaklar rozi bo'ladi. Ulardan biri sensan. Bu yuk Danpil o'zi uchun ahamiyatsiz bo'lgan ayol uchun shu yerda ekan. Menimcha bunga arziydigan pul olgansan. Va ishonchim komilki bu juda ham ko'p. Yaxshi soatingni saqlab qolib, bizni sayohatimizga xalaqit bermaganing ma'qul. Qaniydi gaplaringga ishona olsam mayli. Senga ishonib bo'lmasligini bilganim uchun gaplaring quruq yolg'onligini bilib turibman. Sen qizni o'g'irlading. Janob Mayer! Voy burnam. Bu yerda o'zi nimani bo'ldi? Nimani o'tkazib yubordim? U uni ismi bilan chaqirdi. Ehtimol aytayotganlari rostdir. Ha, u shunchaki johil. U qiz uni hatto tanimaydi ham. Hatto uni nimaga qodirligini ham bilmasa kerak. Menga ishonaver. Voy bechoragina qiz, undan qon ketyapti. Judayam yomon. Menimcha uzoqqa bormaydi. Ming afsus, shunaqangi shirin qonni isrof qilyapmiz. Tan ol. Uni qonni hididan vasvasaga tushyapsan. Menimcha buni men ham his qilyapman. Oyijon. To'xtama, hazillashdim. Ketdik, ishimiz bor, bizni pul kutyapti. Pul haqida o'yla. Hoy, menga nima qilding? Yarangni bog'ladim va qon ketishini to'xtatdim. Boshqa hech narsa qilmadim. Yo'lingda duch kelgan odamni kiyimini yecha olaman deb o'ylaysanmi? Nega menga yordam berding, Danpil? Uyingga qaytib yaralaringni davola. Nega endi uyga qaytishim kerak? Menimcha ona deb chaqirgandek bo'lding. Seni hayoting u uchun juda ham qadrli. Leyla. Oxirgi vampir ham yo'q bo'lganda kimdir bizni taqdirimiz bilan qayg'urarmikan? Kimdir biz haqimizda o'ylarmikan? Balki o'sha qiz shunday bo'lar. Bizdan boshqa kimdir bu yolg'izlikni, bu azobni his qila olarmikan? Senga necha marta aytdim, o'sha qizni tinch qo'y deb. U bizning boshimizga balo bo'ladi, axir u bizga raqib bo'lsa. Uni hayotini asrab qolding degani dushmanga yordam berding degani. Bu esa unga sherik bo'lganingni anglatadi. Umid qilamanki, bu to'g'ri yo'l. Menga ishon, ularni qanday fikrlashini juda yaxshi bilaman. Vampirlar xavf ostida bo'lganda Barbaroyga borishadi. Barbaroymi? Ha, men bu joyni juda ham yomon ko'raman. U yer aqldan ozgan maxluqlar bilan to'la. Leyla juda ham og'rityaptimi? Hoy, Leyla, eshityapsanmi? Jarohating juda qattiq og'riyaptimi? Ha, yo'q, hammasi joyida. Mendan tashvishlanishing shart emas, Grovi. Sen charchaganga o'xshaysan. Yotib dam ol. Men haqimda tashvishlanib o'tirma. Hoy, Leyla. Bu yarangni kim bog'lab qo'ydi?
Menga aytsang bo'ladi, bunidan pil qildimi? Seni ogohlantiryapman. U biz uchun muammo bo'ladi. Buni bilaman. Grovi, iltimos, buni hech kimga ayta ko'rma. U yerda to'xtatdi. Lekin nega? Kel, tekshirib ko'ramiz. Nolan, Kyle, sizlar men bilan. Leyla, bu yerda Grovi bilan qol. Xo'sh, hamma tayyormi? Tayyorman. Tayyorman. Qani boshladik. Hoy, Noel. U yerda nima bo'layotganini ko'rib kel, xo'pmi? Ehtiyot bo'l, tuzoq bo'lishi mumkin. Biz seni himoya qilamiz. Bu menga juda yoqadi. Bu shunchaki latibda ekan. Bu yana nima balo? Haroma ishonish qiyin. Ehtiyot bo'linglar. Barbaroga kirishga jur'at qildingizmi? Umid qilamanki, bu yerga sizlarning ahmoqligingiz olib kelmagan. Balki bu yerning qanaqa joyligini bilmasdirsizlar. Mohir ovchilarsiz ko'rinib turibdi, ammo paroga bas kela olmaysizlar. Juda ham zaif, mitti odamchalarsiz. Bu yerdagi 5000 yillik hayot bizni yengilmas qildi. Bu yerga iflos. Bu yerda nimalar bo'lyapti o'zi? Soyaga e'tiborli bo'ling. Soyalardan ehtiyot bo'ling. Qanaqa soyani gapiryapsan? Bu bilan nima demoqchisan? Aniqroq gapir, Noel. Voy, Noel. Qo'y, Noel, senga nima bo'ldi? U o'ldi. Yo'q, u o'lmagan. Noel, o'zingga kel. Qo'y, o'zingga kel. Noel, nima bo'ldi? Yo'q, xudoyim, bu nimasi? Sen menga keraksan, Noel. Nima uchun? Nahotki yaqinlashib qolmas. Bu axir Barbaroyning shamol tegirmonlari-ku. Qaniydi qaytishning biror bir yo'li bo'lsa. Hoydi, bu yerdan axir qaytish yo'li yo'q. Men ovchi deyman. Meni Barbaroy bilan hal qiladigan ishlarim bor. Yo'q, faqat bu yer emas. Bu yerda har baloni topish mumkin. Bu yerda kattalarga hurmat bor degan gap o'ylab topilgan.
demak qaytib kelibsan-da. Bu yerda qariyalarni hurmat qilamiz. Sizdan Mayerlinkni himoya qilishni bas qilishingizni so'rayman. Ha? Bilasanmi, juda kuldirishga ustasan. Ko'rishganimizdanoq juda yaxshi hazil. Juda ham yoshsan va kelishgansan. Seni o'z kolleksiyamga qo'shishim mumkin. Gaplarim g'alati tuyulishi mumkin, lekin bu aloqalarni saqlash uchun 100 million berishgan. Sen ko'proq bera olasanmi? Savdolashishda juda ham qaysarsiz qarshi ol. Xo'sh, ko'proq bera olasanmi? Sen rostdan ham meni juda xursand qilyapsan. O'ylaymanki, sen bizni obro'yimizni juda ham yaxshi bilasan. Biz 5000 yillar davomida tungi vampirlarga xizmat qilib kelganmiz. Umid qilamanki, tez orada o'z yo'limiz o'zgaradi. Garchi buni kimdir uchun ham qilishimiz kerak bo'lsa, bu sen bo'lishing juda ham achinarli, Rampel. Sendek kelishgan va sarvqomat yigitni ko'rmaganman. Seni o'liming achinarli bo'lsa-da, bu yerdan ketishingga yo'l qo'ya olmayman. Qo'rqamanki, shu yerda o'z o'limingni topasan. Barbaroylar ajoyib jangchilar. Shubhasiz sen ham jangchisan. Bizdan bir nechtamizni o'ldira olsang ham baribir biz g'alaba qozonamiz. O'z o'limingni qarshi ol. Ahmoq. U yerda nima qilyapti? Nima qilsak bo'lar ekan? Birodar, tayyor bo'lib qoldingmi? Bizni kechir, Grove. Bizda boshqa yo'l yo'q, seni yordaming kerak. Hammasini uddalay olishingga ishonching komilmi? Qani bo'la qol, uni menga ber. Seni kutyapmiz. O'zingni ortiqcha urintirma. Buni jiddiy aytyapman. Qaytib kelishing shart. Sizlarga shaxsiy adovatim yo'q. Afsuski, ko'pchiligingizni o'ldirishga majburman. Rostdan ham sadoqatingizga qoyil qolaman. Lekin bir kishi bunchalik ko'pga qarshi adolatdan bo'lmaydimi deb o'ylayman. Bundan tashqari bu atrofdagilarni xursand qilish uchun yetarli bo'larmikan? Xo'sh, juda ham yaxshi fikr bo'ldi. Bu yosh yigit juda ham qiziq. Oy, qariya. Menimcha yigit rostdan ham yaxshi fikr berdi. Iltimos, uchovimiz unga qarshi kurashib ko'raylik. Bizga imkon ber. Umid qilamanki, 3-1 qarshi kurashishni u adolatsizlik deb hisoblamasa kerak, to'g'rimi? Nima deysan? Me'manlikni bas qil. O'zingni befoyda xatti-harakatlaring bilan bizni masxara qilasan. Bizni asosiy maqsadimizdan bu kabi yolg'onlaring bilan chalg'itishga urinma. Buni men aytgandek, bu yana nima balo? Qani bo'la qol, birodar. Ularni hammasini o'ldir. Bittasi ham qolib ketmasin. Mashinani zudlik bilan olib chiq. Ana ortimdan Tinkerbell. Men seni kutayapman. Grove'ga nima bo'ldi? Cheddi. Garchi uni Beni va boshqalarga qarshi imkoniyati bo'lmasa ham, bu shovni o'tkazib yuborish juda ham achinarli. Xo'sh, Sailor V.
O'zingga kel, de. Senga nimalar bo'lyapti? Adolatdan emas. Mana senga adolat nimaligini ko'rsatib qo'yaman, qariya ovchi. La'nat ahmoqlar. Ha? Alvido. Ha? Kyle qayerga yo'qolganini ko'rdingmi? Qizni ko'rdingmi? Balki g'ildiraklarga aralashib qo'ygandir. Borib o'zing ko'rib tekshir. Sen juda ham zo'rsan, Karolina. Faqat biroz qo'polligingni hisobga olmasa. Qolgan hammasini senga qoldirdim. Sendan minnatdorman, Karolina. La'nati maxluq. Hammasi joydami? Bizda hammasi yaxshi, lekin Kyle tashqarida edi. Kyle, qayerdasan? Kyle, jim. Ular hali ketishmadi. Qo'y. Ahmoq. Ha, bu men uchun juda ham qulay. Qani chiqa qol, la'nati. Seni vaqting tugadi. Birodarimni o'ldirganing uchun seni qiynab o'ldiraman, la'nati. O'limingni yolvorib so'raysan hali. Hoy, uyg'ondingmi? Menga bu sehrni yutishga yordam berishing kerak. Sen meni egamsan, buni bilasan. Meni joduyimdan chiqib ketoldimi? Kage ni ki o tsukeru ka. Naruhodo. Kyle, soyalarga e'tiborli bo'l. Ha, bunisidan xavotir olma. Muhimi qimirlama. Senga aytishga oson. Og'zingni yopib ishingni qil. Nima deding? Juda yaxshi urinish. Xo'sh, bakimiz to'la teshik-ku. Yoqilg'i yo'q. Endi nima qilamiz? Borgo. Biror nima deysanmi? Xo'sh, Groven ahvoli qanday? Ochig'i unchalik emas. Borgo, u yerda nimani o'ylayapsan? Ha, shunchaki arava haqida o'ylayapman. Juda qiziq, u hozir qayerda ekan? Agar mendan so'rasang, ular dengiz portida suzib ketishyapti yoki Grentog' tizmasida berkinib olishgan deb aytgan bo'lar edim. Shunga umid qilaman. Baribir hali yoqilg'i topishimiz kerak. Gerushiya shahri bu yerdan uncha uzoqda emas. Kyle, Layla bilan birga borasan. Men buni u yoq bu yog'ini ta'mirlayman.
Agar yulduzlarga yo'l izlayotgan bo'lsang, men seni xavfsiz yetib borishingni ta'minlayman. Men oldimga kel. Mayli, mayli. O'sha otning ismi nima edi? To'g'risi salkam og'ayni bo'lib qolgandik. Nega bunchalik jim yuribsan? Ikki og'iz gap aytaman. Issiqlik sindromi. Bilaman, parazitman, lekin yordam beradigan parazit. O'z hayotingga befarq bo'lishing mumkin, lekin butun umr seni qo'lingda yashashni istamayman. Qo'lingdan qanaqa ovoz chiqishini istarding? Yaxshi, qancha bo'ldi? Yo'q, pulingiz kerak emas. Qo'ysangizchi. Mana buni oling. Rahmat. Ana ketdik, Layla. Ha? Axir bu Danpiyel-ku. Kyle, sen mensiz ketaver. Keyinroq o'zim senga yetib olaman. Nima? Bunaqangi tor kiyimda yanada ketib o'rgan ko'rinishingni senga hech aytganmanmi? Yo'q, aytmagansan. Unda hozir aytdim. Orqangni men uchun Danpiyeldan asra, Layla. Bitta o'tkirroq pivo. Sizni nafis qurolingizga ko'zim tushdi. Xavotir olmang, uni ishlatish niyatim yo'q. Bu juda yaxshi. Chunki uni shaxsiy kolleksiyamga qo'shishni istamayman. Uni hoziroq tashla. Minnatdorman. O'tiring, sherif. Sizni pivo bilan mehmon qilaman. Yo'q, shart emas. Shundaymi? Ha-ya, axir endi siz ovchi Danpiyelni tutish bilan ovorasiz-ku, to'g'rimi? Danpiyelga nima qilibdi? O'sha otni sotib olmoqchiman. $300,000. Agar narx yo'qmasa boshqa joyga borishing mumkin. Qimirlama, qo'llaringni ko'rinadigan joyga qo'y. Sherif. U hozirgina ot uchun pul to'ladi. Bu yana nima qilganing, sherif? Ketinglar. Biz sizni bu yerda bo'lishingizni istamaymiz. Meni tushundingizmi? Meni tushunyapsizmi, Danpiyel? Tushundingizmi dedim. Hoy, bir daqiqa shoshmang. Men otimni istagan odamga sotishim mumkin. Muhimi haqqini to'lashsa bas. Bunday qilmaysiz. Bizda bunga qarshi qonunlar bor. Bu qonunlar o'zgarishi sababga ega. Qanday qonun ekan? O'yin qilma. Bilasan-ku, Danpiyelga narsa berishimiz mumkin emas. Ruxsat yo'qligi rost, lekin bir zamonlarni eslayman. Danpiyel biz uchun bir nechta vampirlarni yo'q qilgan, lekin shunga qaramasdan, jim bo'l, bizda qonunlar bor. Xohlaysanmi yo'qmi, sen tug'ilmagan paytdagi hikoyani aytib beraman. O'sha paytlari bolalarni o'g'irlashardi. O'g'irlangan bolalar soni ortib ketgan, taxminan 10 tagacha yetib borganda. Buni bilasanmi? Ha, bilaman. Bu voqeani eshitganman.
Bu bolalarni aslida vampirlar o'g'irlagani aniq bo'ldi va aholi pul yig'ib vampir ovchisini yollashdi. Ular uchun eng yaxshi ovchi kerak edi. O'sha ovchi kelganida u juda ham kuchli va sokin odam edi. U o'z ishini mukammal bajardi va bolalarni ota-onasiga sog'lom qaytardi. Bu oson ish emasdi. Bu tugaguniga qadar uni qo'lidan juda ham ko'plab vampirlar o'lim topdi. Va ish tugab bolalar uyga qaytganlarida odamlar unga hujum qilishdi. Danpelni yarim vampir ekanligini aytishdi va uni o'ldirishmoqchi bo'lishdi. Uni shunchaki jazolashgan. Bunda uni aybi yo'q. Vampirlarga ishonib bo'lmaydi, bor gap shu. Va bu masalada ular haq bo'lishgan. U o'z ishini qildi. Danpelni qo'yib yuboring, yo'qsa ishni o'zim hal qilishimga to'g'ri keladi. Bu yana nimasi? Nima deb o'ylaysan, ahmoq? Qurollaringni tashla. Hozir nima qilayotganingni hatto tushunmayapsan ham. Nima qilayotganimni bilaman. Bilmaysan, qariya. Ahmoqlik qilma. Bundan ko'ra keksa ahmoq bo'lganim yaxshi. Bitta sherif o'lsa nima qilibdi? Qo'y, o'ylab ko'r. Quroldan foydalanish haqida 2 marta o'ylab ko'rmayman. Hatto bundan zavqlanishim mumkin. O'z otingga o'tiraver. Minnatdorman. Unaqa dema. Aslida senga rahmat aytishim kerak. Bu men qila oladigan eng kam narsa. Hozir qilayotgan ishlarim keksa ahmoqning ishi bo'lib tuyulishi mumkin, lekin menga qilganlaring oldida bu deyarli hech narsa. Sendan minnatdorman. Ha, o'sha o'g'irlangan bolalardan biri men edim. Buning uchun hozirgacha sendan minnatdorman. Va bu haqida o'ylaganimda o'zimni yomon his qilaman. Senga bo'lgan adolatsizlikni hech kim to'xtatmagani, hech kim senga rahmat aytmagani, o'sha nodonlar seni shahrimizdan haydashdi. Demak, sen haqingdagi gaplar rost ekan, Danpel. Sen rostdan ham qarimas ekansan. Qani bo'la qol ket. Nega bunchalik izmalanyapsan o'zi? Otlar dam olib oldi. Endi ketganimiz ma'qul. Janob Mayer, nimadir yordam kerakmi? Hali tashqari yo'q, ustoz. Nima? Uni tinch qo'y, mashira. Xo'p, janob. U quyosh nurini sog'ingan. Rohatlanishiga qo'yib ber. Men deyman, ovchiman. Otangiz meni sizni qutqarish uchun yubordi. Qo'rqmang. Sizga zarar yetkazmayman. Quyosh nurida yurganingizga qaraganda hali vampirga aylanmagansiz. Sizga bir savolim bor. Nega u bilan qolmoqchisiz? O'tgan kecha kvartirdan uni ismi bilan chaqirganingizni eshitdim. Nega uni chaqirdingiz? Janob Mayerni sevishimni otam sizga aytmagan ko'rinadi. Uni hatto kimligini ham bilmaysiz. Unga oshiq bo'lish mumkin emas. Agar siz uni menga bo'lgan munosabatini bilganingizda edi. Ha, men janob Mayerni sevaman. Iltimos, menga ishoning. Hech kim menga ishonmayapti. Hech narsani tushunmayapsiz. U vampirligicha qoladi. Charlotte, siz uni o'zgartira olmaysiz. Aksincha, u sizni o'zgartiradi va men sizni o'ldirishimga to'g'ri keladi. Unda men roziman. Meni o'ldira qoling. Men undan boshqa joyga borganimdan ko'ra o'limni afzal bilaman. Meni otamga qaytarmang. Janob Mayersiz yashay olmayman. Qanchalar romantik. U vampirni sevib qolibdi. Qanday romantika.
Aqldan ozibsan. Tur o'rningdan ketamiz. Meni tinch qo'ying. Aytganimni qilasan dedim. Sening suyukli vampirchangning qo'lidan qancha odamlar o'lganini bilasanmi o'zi? U seni himoya qiladi deb o'ylaysanmi? Ahmoqlikni bas qil endi. Sen esa qadrdonim qimirlama. O'ljalarimni bo'lishni yomon ko'raman. Tushunasan degan umiddaman. Axir bu biznes. Tepada. Hoy, nima bo'ldi? Janursan, quyosh nuri. Seni shuncha ogohlantirdim, lekin baribir o'zing bilganingdan qolmading. Di, agar chuqur qazimasang hozir omon qola olmaysan. Zudlik bilan o'zingni ko'm. Tezroq! Tezroq! Layla! Eshityapman. Xayriyat. Qayerdasan? Chifon ko'lining yaqin atrofidaman. Bizni o'lchamiz shimolga qarab ketyapti. Danpilga nima bo'lganini bilasanmi? Yo'q, uni ko'rganim yo'q. Tushunarli. Ehtiyot bo'l va aloqada bo'l. Aloqa yakunlandi. Vaziyat o'zgardi. Janursan. Avvalroq Danpiyel asabimni buzgan edi. Endi sen boshlayapsanmi, qizaloq?
Xayolingga ham keltirma. Men bu yerda faqat yomg'irdan pana bo'lish uchungina turibman. Agar boradigan boshqa joyim bo'lganida edi, allaqachon ketgan bo'lardim. Yomg'ir to'xtashi bilan bu yerdan ketaman. Menimcha qanday vaziyatlarligingni taxmin qila olaman. Oilang vampirlar qurboni bo'lganmi? Sen buni tushunmaysan. Bu haqida hech narsani bilmaysan ham. Mana va ahmoqona narsa menga juda ham xalaqit beryapti. Qon xo'rovchi bo'lishingga qaramay, qandaydir juda ham g'alati odamsan, bilasanmi? Lekin onam haqida qayerdan bilasan? Bu voqeani yaxshi eslayman. Hatto unuta olmasam ham kerak. Onamni vampirlar o'g'irlab ketishgandi. Otam esa uning orqasidan qutqarish uchun borgan, lekin vampirlar uni o'ldirishgan. Birozdan so'ng onam qaytib kelgan, lekin u endi o'ziga o'xshamasdi. Shundan so'ng qishloqdagilar uni toshbo'ron qilishgan. Men esa shunchaki tomosha qilib turganman. Shundan keyin uydan ketib, Markus aka-ukalarga qo'shilib ovchi bo'lganman. Ota-onamning o'limi uchun qasos olishni istardim. O'shandan beri juda ko'p narsalarni ko'rdim. Vayrongarchiliklar va hammasiga vampirlar aybdor. Nima uchun bu yo'lni tanlaganingni tushunaman. Lekin ovchilar hayoti hayot emas. Bu hozirda menga foydasi tegadigan yagona hayot. Safarimiz uzoq, bilasan. Shunday ekan, kel bir-birimizga va'da beramiz. Kim birinchi bo'lib safarda o'ladigan bo'lsa, ikkinchisi uning qabriga gul olib boradi. Bu juda ham romantik, to'g'rimi? Menga yomg'ir ta'sir qilyapti shekilli. Bundan tashqari menga gullar juda ham yoqadi va umrim davomida bir marta ham gul olmaganman. Axir men yolg'izman. Shu tarafdan biz bir-birimizga o'xshaymiz. Ya'ni ikkita ovchi, ikkisi ham yolg'iz. Ha, bilaman. Men juda ahmoqona gapiryapman. Buni bajaraman. Tirik qolsam qabringga gul ertaman, lekin sendan buni kutmayman. Shoshma, bu rostdan ham ma'nosiz. Nega endi sen deguvchi bunday ahmoqona gapga rozi bo'lganini tushuna olmayapman. Chunki mendan pilman va senikiga o'xshash hayotga egalik qila olmayman. Xo'sh, kechagi yomg'irdan keyin ular juda ham uzoqlashib ketishgani aniq. Hey, Danpiel, biz hisob-kitob qilib oldik. Birodar, negadir o'zimni g'alati his qilyapman. Menimcha endi sababini bilaman. Chunki bu masalada haqsan deb o'ylayman. Agarda sen ular qasrga qarab ketayotganini o'ylayotgan bo'lsang. Ha, to'g'ri, qasrga. Hoy, buni qayerdan bila qolding? Biz u yerga kira olmaymiz. Bu o'z joniga qasd qilish bilan barobardir. Ha, nima, qo'rqyapsanmi? Qachondan beri qo'rqadigan bo'lib qolding? Biz ular qasrga yetib borishdan oldin yetib borishimiz kerak. Oldinda ko'prik bor. Biz o'sha yerda ularni to'xtatamiz. Hammasi tushunarlimi? Bu hilani Kelloda o'sha vampirlarni qo'lga kiritganimizda eslayman. Ha, o'sha safar ishlaganda bu safar ham ishlashi mumkin. Leyla, qabul, Leyla. Eshityapman. Nima gaplar? Men yo'ldaman, kutib turinglar. Ularni yo'lda tutamiz. Hammasiga tayyor tur. Amarlamanglar. Ogohlantiryapman. Agar biror bir ahmoqlik qiladigan bo'lsangiz, parcha-parcha bo'lib ketasiz. Sinab ko'rmoqchimisan? Bizga faqat qiz kerak.
Men kiryapman. U hali hamma odam ekan, hayron qoldim. Hoziroq oldimga tush oyimcha. Biz senga yaxshilik qilmoqchimiz. Oy, eshityapsanmi? Men bu la'nati foytundan tushing kerak deb aytyapman. Bu senga sabab bo'lsin, qo'rqoq hayvon. Birodar. Nima? Bu vampirga nima bo'lgan o'zi? U nima balo quyosh nuri uni kuydirishini bilmaydimi? Olib ketishingga yo'l qo'ymayman. Senga rahmat, ishimizni ancha osonlashtiryapsan. Endi munosib jazoingni ol. Voy, unga qara, hozir qovurilgan nimanidir ko'ramiz. Yonish mazza bo'lsa kerak-a? Qara, bu yurishingga yordam beradi. O'zingni qanday his qilyapsan? Xo'sh, bu senga yoqdimi? Qani bo'l, gapirsang-chi. Qanchalar zaif. Uni ahvoliga bir qara. Voy, qayerga ketyapsan? To'xta. Janob Mayer, men sizsiz yashay olmayman. Balki o'zini o'ldirishga qo'yib berarmiz. Shunda hammasi tugardi. Bu fikrga nima deysan? Baribir tirikmi o'likmi pulini olamiz. Ha, haqsan. Yo xudo. Gayal. Jahannamga ravona bo'l. Nima? Jinursin. Hammasi yaxshi. Mendan tashvishlanma. Yaralarim albatta tuzaladi. Keyin esa uzoq yulduzlardagi Tun shahriga boramiz va u yerda yolg'iz qolamiz. Bir-birimizni istargancha sevishimiz mumkin. Menga ishonsang bo'ladi. Tez orada sen va men o'sha yerda bo'lamiz. Juda oz qoldi. Borgo. Faqat sen va men qoldik. Taslim bo'lishimiz kerak. Agar o'sha qasrga borsak, hech birimiz tirik chiqmaymiz.
To'xtay olmaymiz. Kayl va Nolga qarzdormiz. Davom etishimiz kerak. Lekin, jim bo'l. Eshitishni istamayman. Leyla, sen nima deb o'ylaysan? Grovi bu chindan ham yaxshi g'oya emas. Ular bizdan qo'rqishadi. Chunki bizning obro'yimizni bilishadi. Hech qachon taslim bo'lmaymiz. Va hech qachon bunday qilmasligimiz kerak. Men buni tashlay olmayman. Toki ularning har biri qirilib ketmagunicha to'xtay olmayman. Voy xo'jayin, eshityapsanmi? Qasrga juda ham oz masofa qoldi. Eshityapsizmi xo'jayin? Ular kelyaptimi? Qasrga yaqin qolishdi. Men shu yerda qolib ular bilan shug'ullanaman. Ko'rishguncha. Qal'aga yaqinlashib qoldik. Tez orada ular bilan ko'rishimiz mumkin. Carmela, qonli uya. Menimcha u haqida eshitgansan. 5000 yillik qo'rquvga ega bo'lgan hudud. Va u ketgach, hammasi tugadi. Camilla qonli uya Kontessa. Sen otang vampirlar qiroli g'azablandi. Uni hasadi, sabrsizligi uni boshiga yetdi. Uni qonga bo'lgan o'chligi uni juda ham toliqtirib qo'ydi. Uni uxlayotgan paytida o'z qilichi bilan o'ldirishgan va hayot o'sha yerda yakunlangan. Hozir bu joy iblislar va arvohlarga to'la, lekin buni senga ahamiyat yo'q. Nima seni g'azablantiradi, Danpiel? Nimadan chinakam jahling chiqadi? Ikki sevgi qushidan yangidan Piel yaralishi menimcha seni xavotirga soladi, to'g'rimi? Seni qanday o'ylashingni bilaman. Nimani his qilayotganingni ham, nima haqida o'ylayotganingni ham. Qo'lingda hech nima. Nihoyat uchrashganimdan xursandman, ovchi. Sen menga munosib raqibsan. Juda ham kuchlisan. Barbar o'ylarni kim yo'ladi? Kimga ishlaysan? Bizni Carmela yo'llagan. Men o'z vazifamni bajardim. Endi esa xotirjam o'lishim mumkin. Bo'ldi. Xatingizni o'qib shuni tushundimki, siz anchagina qiyin voqealarni boshdan kechirgansiz. Menimcha men buning nimaligini tushuna olaman. Sevgi faqat insonlarga xos emas. Biz vampirlar juda ta'sirchanmiz. Sizga yordam bera olaman deb o'ylayman. Minnatdorman. Ikkingiz ham juda uzoq va mashaqqatli yo'lni bosib o'tdingizlar. Balki biroz dam olib olarsizlar, a? Ishonchim komilki, yosh xonim charchagan. Siz men haqimdagi mishmishlarni eshitgan bo'lsangiz kerak, lekin ishontirib aytamanki, ularning barchasi faqat hasad orqasidan kelib chiqqan. Unchalik qonxo'r emasman. Marhamat.
Mana bu men sizlarga aytgan o'sha kema. Bu orqali sizlar yulduzlar shahriga yetib bora olasiz va u yerda ko'p yillar oldin har bir qal'ada xuddi shunday kemalar mavjud bo'lgan va har kecha ularni yulduzlar shahriga olib borgan. O'sha paytlar juda ham boshqacha edi. Siznikiga o'xshash sevgi juda ham ko'p va gullab yashnagan paytlar edi. Lekin hozirda sonimiz juda ham kamayib ketgan. Bizni ovlashyapti, yolg'iz qolyapmiz. Lekin siz ikkingiz imkoniyatlardan foydalanishingiz mumkin. Sizlar uchun juda ham baxtiyorman. Kema yillar davomida ishlatilmagan. Uni xavfsiz ucha olishga ishonchim komil emas. Lekin ishonchim komilki, siz bu xavfni qabul qilishga tayyorsiz. Shundaymi? Juda ham go'zalsan. Nega to'xtadingiz, Mayer? Men buni qilishingizni juda ham xohlayman. Yo'qmi? Sen buni nimaligini bilmaysan, Charlotte. Abadiy zulmatda yashash hissi nimaligini, abadiy qonga tashna bo'lish nimaligini bilmaysan. Bunday holatda seni tasavvur qila olmayman. Senga bunday hayotni ravo ko'rmayman, Charlotte. Juda ham xudbin ekansiz, Mayer. Meni vijdon azobiga qo'yib qo'ydingiz. Oilam haliyam men yo'qolishimda motam tutayotgan bo'lishlari mumkin. Bu seni ishing emasdi, Charlotte. Bularning barchasi meni aybim. Yo'q, bu ikkalamizning ham aybimiz. Men o'zim siz bilan birgalikda baxtli bo'lishni tanladim. Shuning uchun ham otam va akamni tashlab bu yerga siz uchun keldim. Endi ortga yo'l yo'q. Men allaqachon tanlov qilib bo'ldim. Endi faqat ikkalamiz birga bo'lamiz. Siz va men. Sizga yaqin bo'lishni xohlayman. Bizda hech narsa yo'q bo'lganida ham. Siz men tufayli juda ko'p azob chekdingiz. Men his qilgan barcha dardlar va og'riqlar buning oldida hech narsa emas. Siz men uchun hamma narsamsiz, sevgilim. Yulduzlarga bo'lgan sayohatimizda bu to'g'risida ko'proq gaplashishga vaqt bo'ladi. Bu yerda men qilishim kerak bo'lgan bir nechta ishlar bor. Nima bo'lganda ham bu xonadan chiqa ko'rma. Tushundingmi? Di. Eshet Mayer ayol uyiga qaytishni istaydi. Men bunga ishona olmayman.
Sharlotta. Bilmadim, bu yerda nimadir noto'g'ri. Albatta gapimga ishonishing shart emas. Buni o'zing ko'rib baho berishing mumkin. Yaxshilab diqqat bilan qara. Ana ketdik. Leyla, ketma. Leyla, u yerga kirma. Agar u yerga kiradigan bo'lsang, u yerdan hech qachon chiqa olmaysan. Iltimos borma, Leyla. Men albatta qaytaman. Yuqorini tekshir. Tushundim. Ajoyib bosh kiyim. Di, bilaman, meni yomon ko'rasan, lekin tushunishga harakat qil. Men otangni sevganman, juda ham qattiq. Nima? Noel, Kyle, ikkalangizni birga ko'ryapman. Ko'zlarimga ishonmayman. Ketdik. Qo'y, nima qilyapsan? Hoziroq o'rningdan tur. Bu yerdan ket. Men yolg'iz qolishni istayman. Bu yerdan ket. Yo'qol dedim. Meni kechira olasanmi, Di? Bilaman, bu sen uchun juda ham og'ir bo'lgan. Lekin sen kelmaguningcha men ham yolg'iz edim. Eshityapsanmi meni? Eshityapsanmi, Di? Hammasi joyida. Yig'lash yaxshi. Men sen bilanman. Nimalarni his qilayotganingni juda yaxshi bilaman. Bu sening aybing emasdi. Tushunyapsanmi? Men aybim. Qo'y, shoshma. Bu
Bu shunchaki illyuziya. Karmila biz bilan o'ynayapti. Sizlarga yoqmadimi? Men bo'lsam bu ancha qiziqarliroq bo'ladi deb o'ylagandim. Ya'ni barchangiz tuzog'imga tushdingiz. Ayol qayerda? Uni qayerga yashirding? Nima qilyapsan? Bizda hozir bunga vaqt yo'q. Layla, shu ahmoqni yoqtirib qoldingmi? Shunaqami? Nima balo aqldan ozib qoldingmi? Senga nimalar bo'lyapti o'zi? Hey! Hoziroq, qurolingni tashla. Qurolingni tashla dedim. Demak, u seni o'z bag'riga oldi. O'ladi. O'z odamiyligidan ayrilgan. Yaqinlashma. Yo'q! Grovi! Qara, u kelyapti. O'sha sen butun umr davomida nafratlangan Karmila ruhi. U qizni tanasiga kirmoqchi. Onang inson edi, otang esa vampir. Sen uning qadimiy qoniga xiyonat qilding. Sen bizga qarshi insonlar bilan birga kurashding. Bizning xalqimiz yo'q bo'lib ketish xavfi ostida va sen ularning yo'q bo'lib ketishiga hissa qo'shyapsan. Sen o'z ajdodlaringni ta'qib qilib o'ldiryapsan, Danpiel. Uyalishing kerak. Sening zaifliging bu insoniy tomoningdir. Odamlar yegulikdan boshqa hech narsa emas. Biz ularni xuddi yirtqich hayvon kabi ovlaymiz. Axir bu tabiat qonuni. Vaqtingiz allaqachon tugagan. Yo'q bo'lib ketishga mahkumsiz. Bu tabiatning qonuni. Tirik qolishga haqqingiz yo'q. Bu o'layotgan odam uchun juda kuchli so'zlar. Lekin sen kimligimizni unutganga o'xshaysan. Biz o'lmaymiz, abadiy yashaymiz. Yo'q, Karmila. Hech narsa abadiy davom etmaydi. Tushunarli. Demak, qaroring o'zgarmaydi. Afsuski, Danpiel, endi kuchimni ishlatishga majburman. Alvido.
Bo'lishi mumkin emas. Charlotta! Sen vampir qirolining o'g'limisan? Kimsan, kim? Bunday kuch bunaqa bo'lishi mumkin emas. Charlotta. Charlotta. Iltimos qayt. Menga keraksan. Charlotta. Mayer, sevgilim. Bu sizmisiz? Ha. Bu menman. Men judayam xursandman. Endi biz birga bo'la olamiz. Nihoyat biz birgamiz. Siz meni judayam baxtli qildingiz, Mayer. Menga orzu qilish imkoniyatini berdingiz. Bizning go'zal orzularimiz, yulduzlarga sayohatimiz xuddi tushga o'xshaydi. Bu tush emas. Biz yulduzlar sari ketyapmiz, Charlotta. Sen va men qochib ketamiz. Birga Tunis shahri sari. U yerda bularning barchasidan ozod bo'lamiz. Muhabbatim nihoyat seni ozod qiladi. Ozod bo'lamiz. Nihoyat. Kel, bu yerdan ketaylik. Shu yerda to'xta, Mayer. Uni sevadigan oilasi uchun uni qaytarishim kerak. Uni menga ber. Men uni hammadan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rishimni bilardi. Buni tushuna olmaysan. Men Charlottani hech qachon o'ldirishga harakat qilmaganman. Bizni tabiatimizga qarshi kurashasan, lekin bunga qarshi abadiy tura olmaysan. Ularning qoniga bo'lgan ishtiyoq kuchliroq. O'sha kun kelganda meni boshqa birov ovlaydi. Bularning barchasi juda oddiy. Qanday isrof. Achchiq isrof. Jin ursin. Bu qotilliklarni to'xtatish kerak. Hammasi shunchalik jonimga tegib ketdiki. Sabrim tugadi. Boshqa qarab tura olmayman.
tegib ketdi. Di, meni yuragimni maqsad qilganmiding? U o'ldi. Bu usik menga kerak bo'lgan narsa. Buni uni otasiga olib boraman. Dalil sifatida. Meni qo'shni shaharchaga eltib qo'ya olasanmi? Juda minnatdor bo'lardim. O'sha mukofot pulida mening ham haqqim bor bilasanmi? Lekin mayli, saxiylik qilaman. Bu safar uni o'zingda qoldirishing mumkin. Uchib ket. Bu yerdan uzoqlarga. Qani, bo'la qol. Uddalaysan. Bo'la qol, ucha qolsang-chi. Uchib ket. Uchib ket. Aziz va muhtaram jamoat ahli. Biz bu yerga bir marhumani dafn etish uchun yig'ildik. Uning oliyjanob ruhini mehribon qo'llarga topshiramiz. Yaratgan egam uni o'z panohingda asra. Hayoti davomida tortgan barcha azoblari uchun umri davomida u qidirgan tinchlikni unga ato et. U o'z qilgan barcha gunohlari uchun seni oldinga javob bergani ketdi. Umid qilamizki, u abadiy tinchlik topadi.
O'zing bizga hayot berib, hayotlarimizni olguvchisan. Ey yaratgan egam. Qilgan barcha gunohlarimizni afv ayla. Va bu marhumani o'z panohingda asra. Shoshmang. Haligi janob, men sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Mening buvim Laylani bilarmidingiz? Ha, bu aniq sizsiz. Mening buvim bu haqida aytib bergan edi. Shuning uchun agar uyimizga kelsangiz, men juda xursand bo'lgan bo'lardim. Otam ham juda xursand bo'ladi. Kelasizmi? Iltimos. Mehribonchilik uchun tashakkur. Kela qoling. Biz unchalik uzoqda turmaymiz. Men shunchaki eski do'stimga bergan va'damni bajarish uchun keldim. Uni dafn marosimiga hech kim kelmasligidan qo'rqardim. Uni adashganidan xursandman. Menimcha sizni tushundim. Lekin kelganingiz uchun katta rahmat. Ko'rishguncha. Ko'rishguncha. Juda ham yaxshi ish. Sen unchalik yomon emassan. Faqatgina juda ham yomon kiyinasan. Buni ham to'g'rilasa bo'ladi. Telegramdagi Anilavers kanali uchun Kosey Ari muhomiyligi asosida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Phoenix, ovoz rejissyori Yutakon, dublyaj aktyorlardan Ray va Itachi bo'ldi. Sog' va salomat bo'linglar. So far